Qadrli tinglovchilar, siz ko'rib turgan bu tasvirlar Toshkent shahridagi Mirobod tumani mahallalaridan olingan. Albatta, biz bugun tabiatga nisbatan munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana juda ko'p chinorlar yum-yum yig'layapti. Chunki bu yerda ular qarovsiz, osti betonlashtirib tashlangan. Mana shu betonlashtirish oqibatida mana ko'rib turganingizdek, ba'zi chinorlar o'solmayapti yoki barg tashlayapti, qurib qolyapti. Demak, bizning tabiatga bo'lgan bunday noto'g'ri munosabatimiz juda ko'plab daraxtlarning qurib ketishiga yoki ularning aziyat chekishiga sabab bo'lyapti. Shunday ekan, keling do'stlar, bugun biz Toshkent shahrida bo'layotgan juda katta o'zgarishlar silsilasida uning havosi ifloslanib borayotganini ham nazarga olib, albatta biz tabiatga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Tadbirkorlikni rivojlantirish, shahar husniga husn qo'shish uchun qilinayotgan xayrli ishlar ham kerak, lekin baribir bu o'rtada daraxtlarni, ularning umrini uzaytirishga ham harakat qilish kerak. E'tiborsizlik esa albatta biz uchun yashil qalqon bo'lgan, havomizni musaffo qilayotgan, mikroiqlim yaratayotgan bu daraxtlarning nobud bo'lishiga sabab bo'lishini unutmaylik azizlar. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlarimiz sizga ma'qul keldimi? Sizning bu haqdagi javoblaringizni kutib qolamiz. Aziz do'stlar, agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz deb umid qilamiz.